Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Samarqand iqtisodiyot va servis instituti iqtisodiyot fakulteti real iqtisodiyot kafedrasi professori Shodiyeva Gulnora Mardiyevna ishlab chiqarishni tashkil etish fanidan bozor iqtisodiyotida narxni belgilash va narx diskriminatsiyasi mavzusi deb nomlangan video darsimizni boshlaymiz. Ushbu mavzu bozor iqtisodiyoti nazariyasida juda muhim o'rin tutadi. Mavzu bozor iqtisodiyotini nazariyasida chunki narx belgilash har qanday firmani eng asosiy iqtisodiy qarorlaridan biri bo'lib hisoblanadi. Oddiy qilib qaraganda narx shunchaki mahsulot yoki xizmatni puldagi ifodasi bo'lib ko'rinadi. Ammo iqtisodiyotda narx bundan ancha murakkab tushuncha bo'lib hisoblanadi. Narx tushunchasini narx firmani bozordagi mavqei, o'sha iste'molchilarni xulq-atvori, talab elastikligi, raqobat muhiti, xarajatlar darajasi va davlat tartibga solishi bilan chambarchas bog'liq bo'lib hisoblanadi. Bugungi kunda biz ayniqsa narx diskriminatsiyasi degan tushunchaga e'tibor beramiz. Bu shunday holatki, bir xil tovar yoki xizmat turli xaridorlarga turli narxlarda taklif qilinadi. Bu hodisa kundalik hayotda juda ko'p uchraydi. Masalan, talabalar uchun chegirmalar, aytaylik, aviachipta narxlarni vaqtga qarab farqlanishi yoki bo'lmasa ulgurji xaridlar uchun arzonroq narxlar, bularni barchasi narx diskriminatsiyasini amaliy ko'rinishi bo'lib hisoblanadi. Demak, bugungi darsimizda biz narx diskriminatsiyasini, iqtisodiy mohiyatini, uni shartlarini, turlarini, amaliy shakllarini va hatto transfer narxlari bilan bog'liq masalalarni ham ko'rib chiqamiz. Demak, darsimizni umumiy rejasiga e'tiborni qaratadigan bo'lsak, birinchi qismda biz narx diskriminatsiyasini mohiyati haqida gaplashamiz. Ya'ni bu tushuncha nimani anglatadi, qachon yuzaga keladi, qanday iqtisodiy mazmunga ega bo'ladi, shularni ko'rib chiqamiz. Ikkinchi qismda esa qiymat va narx belgilash strategiyalariga to'xtalamiz. Bu judayam muhim. Chunki narx diskriminatsiyasini tushunish uchun avvalo narx qanday shakllanishi va uni iqtisodiy funksiyalarini bilishimiz lozim bo'ladi. Uchinchi qismda esa biz narx diskriminatsiyasini 3 darajasini, ya'ni birinchi, ikkinchi, uchinchi darajali modellarni batafsil o'rganamiz. To'rtinchi qismda esa haqiqiy amaliy narx diskriminatsiyasi shakllarini ko'rib chiqamiz. Bu yerda real bozorlarda ishlatiladigan kuponlar, bonuslar, dinamik narxlash va kanal bo'yicha narx farqlari haqida gaplashamiz. Beshinchi qism esa transfer narxlarini belgilashga bag'ishlanadi. Bu ko'proq yirik korporatsiyalar, transmilliy kompaniyalar faoliyati uchun xos bo'lgan muhim iqtisodiy masalalar bo'lib hisoblanadi. Demak, bugungi dars narxga oid oddiy tushunchadan boshlab murakkab strategik xalqaro iqtisodiy instrumentlarga bo'lgan jarayonni qamrab oladi. Mana agar biz narx diskriminatsiyasini mohiyatini tushuntirib o'tamiz, bilamizki, mana shu iqtisodiy nazariyada narx diskriminatsiyasi deganda bir xil tovar yoki xizmatlarga turli xaridorlarga yoki turli sharoitlarda bir xil narsalarga sotish amaliyotini tushuniladi. Ya'ni bu yerda juda muhim nuqta bor. Ya'ni narxlarni farqlanishi bu ishlab chiqarish tannarxidan farq bilan emas, balki xaridorlarning xususiyatlari bilan izohlanadi. Ya'ni firma narxni xarajat asosida emas, balki xaridorni to'lov qobiliyati, talab sezgirligi, xarid hajmi, ijtimoiy maqomi, geografik joylashuvi kabi omillar asosida farqlanadi. Masalan, talabalar va pensionerlarga chegirma berilishi bu ijtimoiy segmentlarga asoslangan narx diskriminatsiyasi bo'lib hisoblanadi. Korporativ mijozlar uchun esa
alohida tariflar, ya'ni bu xarid hajmi va uzoq muddatli hamkorlik asosidagi yondashuv bo'lib hisoblanadi, yoki bo'lmasa katta hajmda xarid qilgan mijozlarga ham pastroq narx belgisi bu miqdor bo'yicha chegirma shakli bo'lib hisoblanadi. Onlayn savdo bilan offlayn savdodagi narx farqi esa o'sha kanal bo'yicha narxlarga misol bo'la oladi. Shunday qilib, narx diskriminatsiyasi bu shunchaki har kimga har xil narx emas, bu firmani turli iste'molchi guruhlaridan maksimal daromad olishga qaratilgan ongli strategik siyosati bo'lib hisoblanadi. Demak, savol tug'iladi. Har qanday firma narx diskriminatsiyasini qo'llay oladimi degan savol tug'iladi. Agar biz javob beradigan bo'lsak, yo'q deb javob beramiz. Nima sababdan? Mana shu iqtisodiyot nazariyasiga ko'ra biz bilamizki, narx diskriminatsiyasini samarali ishlashi uchun kamida 3 ta asosiy shart bo'lishi kerak. Birinchi shart bu bozorni hukmronligi yoki bozor kuchini mavjudligi. Ya'ni firma narxni erkinroq belgilash imkoniyatiga ega bo'lishi kerak. Agar bozor mukammal raqobatga yaqin bo'lsa, u firma narxini mustaqil belgilay olmasa, unda narx diskriminatsiyasi deyarli ishlamaydi. Ikkinchisi esa iste'molchilarni segmentlash. Bu nima degani? Firma o'z mijozlarini to'lov qobiliyati, yoshi, geografik joylashuvi yoki xarid qilish xususiyatlariga ko'ra aniq guruhlarga ajrata olishi kerak. Bu guruhlar albatta yoshiga, daromadiga, yashash hududi, xarid qilish odatlariga yoki talab elastikligiga ko'ra farqlanishi mumkin. Uchinchisi sharti bu qayta sotishni cheklash. Agarda arzon narxda olgan xaridor uni qimmatroq narxda sotib oladigan boshqa mijozga qayta sota olsa, unda firmani narx diskriminatsiyasi samarasiz bo'lib qoladi. Shu sababli ko'plab firmalar bunday arbitraj xavfini oldini olish uchun maxsus qoidalar, shartnomalar yoki texnik cheklovlar joriy qiladi. Demak, xulosa qilishimiz mumkinki, narx diskriminatsiyasi ishlashi uchun firma kuchli bo'lishi kerak, mijozlarni ajrata olishi kerak va qayta sotuvni cheklay olishi kerak bo'ladi. Endi biz narx diskriminatsiyasini ko'proq qaysi bozorlarga ko'proq uchratishimiz mumkin degan savolga javob beramiz. Bu strategiya asosan bozor kuchiga ega firmalar tomonidan qo'llaniladi. Shuning uchun narx diskriminatsiyasi ko'proq quyidagi bozor shakllariga uchraydi. Ya'ni monopoliya sharoitida, oligopolistik bozorlarda, monopolistik raqobat muhitida. Nimaga aynan shu bozorlarda? Chunki bu yerda firma ma'lum darajada narxni boshqarish imkoniyatiga ega bo'ladi. U xaridorlarni talabini kuzatib, ularga mos ravishda turlicha tariflar taklif qilishi mumkin. Narx diskriminatsiyasini firmaga beradigan strategik afzalliklari ham juda muhim. Birinchidan, yuqori to'lov qobiliyatiga ega mijozlardan ko'proq daromad olinadi. Ikkinchidan, pastroq daromadli qatlam ham bozordan chetga qolmaydi. Chunki ular uchun arzonroq tariflar taklif etiladi. Uchinchidan esa umumiy savdo hajmi oshadi. To'rtinchidan, firmani foydasi va rentabelligi kuchayadi. Demak, narx diskriminatsiyasi ko'p hollarda faqat firmani foydasini emas, balki bozor qamrovini ham kengaytirilgan vosita, strategik vosita bo'lib hisoblanadi. Endi narx diskriminatsiyasidan narxni o'ziga va uni, ya'ni uni nazariy asoslarini birgalikda siz bilan ko'rib chiqamiz. Biz bilamizki, bozor iqtisodiyotida narx belgilash bu shunchaki mahsulotga raqam qo'yish emas, balki firmani strategik boshqaruv tizimidagi eng muhim qarorlardan biri bo'lib hisoblanadi. Chunki narx orqali firma foyda oladi, bozorda o'z o'rnini belgilaydi, iste'molchi xulq-atvoriga ta'sir qiladi.
iqtisodiy fikr tarixida qiymat va narx masalasiga turlicha yondashuvlar bo'lgan. Masalan, klassik maktab vakillari, xususan Adam Smit va David Rikardolar qiymatni asosan ishlab chiqarishga sarflangan mehnat bilan izohlashgan va bu obyektiv yondashuv bo'lgan. Neoklassik maktab esa aksincha qiymatni iste'molchini mahsulotga bergan subyektiv bahosi, ya'ni uni chekka nafliligi bilan bog'lagan. Masalan, Menger va Jones Menger va Walraslar bu yo'nalishlarni asosiy namoyandalari bo'lib hisoblangan. Zamonaviy iqtisodiyot esa bu ikki yondashuvni qarama-qarshi qo'ymaydi, balki bir-birini to'ldiradigan jarayon deb qaraydi. Ya'ni narx shakllanishida ham ishlab chiqarish xarajatlari ham iste'molchining subyektiv bahosi muhim rol o'ynaydi. Shu sababli narx belgilash strategiyasini tushunish uchun nafaqat firmani aytaylik xarajatlarini, balki iste'molchilarni talabini ham chuqur o'rganish, bilish zarur bo'lib hisoblanadi. Narxni biz iqtisodiy funksiyalarga e'tiborimizni qaratadigan bo'lsak, mana keling, narxni iqtisodiyotdagi vazifalari qanaqa bo'lishi kerak? Birinchidan, narx bozor tizimida bir vaqtni o'zida bir nechta muhim funksiyalarni bajaradi. Birinchidan, axborot funksiyasi. Bu nima degani? Narx bozordagi talab, taklif nisbati, resurslar taqchilligi va mahsulotni nisbiy qadri haqida ishtirokchilarga signal beradi. Ikkinchisi esa rag'batlantirish funksiyasi. Agar narxlar yuqori bo'lsa, ishlab chiqaruvchilar ko'proq ishlab chiqarishga qiziqishadi. Bu esa texnologik yangiliklarni, unumdorlikni va investitsiyalarni rag'batlantiradi. Uchinchisi esa taqsimlash funksiyasi. Narxlar resurslarni qaysi sohalarga yo'naltirish kerakligini ko'rsatadi. Qaysi tarmoqqa foyda ko'proq bo'lsa, kapital va mehnat o'sha tomonga ko'chadi. To'rtinchisi esa muvozanatni tartibga solish funksiyasi. Bozorda, demak, talab va taklif orasidagi nomutanosiblikni yuzaga kelsa, narx mexanizmi orqali bu farq asta-sekin bartaraf etiladi. Demak, narx bozor iqtisodiyotida bu passiv ko'rsatkich bo'lib, uni bozorni boshqarishni asosiy mexanizmlaridan biri bo'lib hisoblanadi. Endi narx belgilashni markaziy maqsadiga, ya'ni foydani maksimal qilish masalasiga o'tamiz. Biz bilamizki, har qanday firma, ayniqsa bozor iqtisodiyoti sharoitida faoliyat yuritayotgan korxona odatda sof foydani oshirishga intiladi. Foyda bu umumiy tushum bilan umumiy xarajatlar o'rtasidagi farq bo'lib hisoblanadi. Iqtisodiy nazariyada firmaga optimal qaror qabul qilish uchun muhim qoida beriladi. Foyda esa chekka daromad, chekka xarajatni teng bo'lgan nuqtada eng yuqori bo'ladi. Bu qoidani mazmuni shuki, ya'ni firma yana bir birlik mahsulot ishlab chiqarganda u keltiradigan qo'shimcha daromad aynan shu birlikni ishlab chiqarishga ketadigan qo'shimcha xarajatga teng bo'lishi kerak bo'ladi. Mana bu slaydda keltirilgan formulalarda ham bu holatni ko'rishingiz mumkin. Masalan, aytaylik, mukammal raqobatda firma narxni mustaqil belgilay olmaydi. Shuning uchun ham narxni bozor tomonidan berilgan signal sifatida qabul qiladi. Nomukammal raqobatda esa firma ma'lum darajada bozor kuchiga ega bo'ladi. Aynan shu holat ham narx diskriminatsiyasi uchun sharoit yaratadi. Chunki firma turli segmentlar uchun narxni turlicha shakllantiradi. Shunday qilib, mana narx diskriminatsiyasi nazariyasini aytaylik tubida aynan shu foydani maksimal aytaylik darajada oshirish g'oyasi yotadi. Narxni belgilashda albatta nimalarni hisobga olishimiz kerak degan savol tug'iladi. Bunda bir qancha omil bo'lib,
bu ishlab chiqarish xarajatlari hisoblanadi. Ya'ni xarajatlar narxni quyi chegarasini belgilaydi. Firma kamida o'z xarajatlarini qoplay oladigan narxlarni qo'yishi kerak bo'ladi. Ikkinchi omil esa talab elastikligi. Agar iste'molchilar narx o'zgarishiga juda sezgir bo'lsa, firma narxni ehtiyotkorlik bilan oshiradi. Aksincha, talab noelastik bo'lsa, narxni oshirish orqali daromadni ko'paytirishi mumkin. Uchinchi omil bu raqobat muhiti. Monopoliya, oligopoliya yoki monopolistik raqobat bu sharoitlari narx belgilash erkinligini turlicha shakllantiradi. To'rtinchi omil bu iste'molchilarni xarid qobiliyati bo'lib hisoblanadi. Yuqori daromadli segment bilan past daromadli segment uchun bir xil narx siyosati har doim ham aytaylik optimal bo'lmaydi. Beshinchi omil mahsulot differensiatsiyasi bo'ladi. Agar mahsulot sifat, dizayn, brend yoki servis orqali raqobatchilardan farq qilsa, firma yuqoriroq narx belgilash imkoniyatiga ega bo'ladi. Oltinchi omil davlat tartibga solishi. Ba'zi tarmoqlarda, masalan, energetika, transport yoki kommunal sohada narxlar davlat tomonidan nazorat qilinadi. Bundan tashqari, soliq siyosati va antimonopol choralar ham belgilashga ta'sir ko'rsatadi. Demak, narx bu firma ixtiyoriga butunlay bog'liq emas, u ko'plab ichki va tashqi omillar ta'siriga shakllanadi. Endi biz mavzuni eng muhim qismlaridan biri bo'lgan biriga o'tamiz. Bu bilamizki, narx diskriminatsiyasi bu odatda 3 darajaga bo'linadi. Bu tasnifni narxni qanday belgilashga, ya'ni iste'molchilar haqida qancha ma'lumot mavjudligiga va firma ularni qanday segmentatsiya qilishiga qarab farqlanadi. Birinchi daraja eng mukammal va murakkab shakl, ikkinchi daraja xarid hajmiga bog'liq shakl, uchinchi daraja esa alohida segmentlarga asoslangan shakl bo'lib hisoblanadi. Bu tasnif albatta bizga turli bozor segmentlarini chuqurroq tushunish imkonini beradi. Endi ularni tahlil qilib chiqamiz. Mana aytaylik, birinchi darajali narx diskriminatsiyasi. Bu nazariy jihatdan eng mukammal shakl hisoblanadi. Bu holatda firma har bir xaridorni qancha to'lashga tayyor ekanini aniq biladi va aynan shu maksimal narxni belgilaydi. Natijada iste'molchi ortiqchaligi deyarli to'liq firmaga o'tadi. Ya'ni bunday modelda firma deyarli hech qanday qoldiq foydani xaridorga qoldirmaydi. Xaridor mahsulotni sotib oladi, lekin u foyda emas, aynan o'zi rozi bo'lgan eng yuqori narxda xarid qiladi. Nazariy jihatdan bu usul firmaga maksimal daromad beradi. Shu bilan birga ishlab chiqarish hajmini samarali darajada bo'lishi mumkin. Ammo amaliyotda bu usul juda kam uchraydi. Nimaga? Chunki firma har bir xaridorni to'lov qobiliyatini, istagini, talab chizig'ini mukammal bilishi talab etiladi. Ba'zi individual xizmatlar, masalan, advokatlik, tibbiy konsultatsiya, shaxsiy konsalting, murakkab muzokarali shartnomalar ushbu modelga nisbatan yaqinlashishi mumkin, lekin ommaviy bozorlarda uni to'liq qo'llash imkoniyati bo'lmaydi. Masalan, mana bu yerda mana ko'rib turibsiz, foydani maksimallashtirish formulasi keltirilgan va bu yerda demak ishlab chiqarish hajmi mukammal raqobat bozoridagi kabi samarali darajaga yetadi. Garchi taqsimot samaradorligi ta'minlansa-da, iste'molchilar uchun ortiqcha foyda qolmaydi. Ikkinchi darajali daraja bu albatta hajmga bog'liq narxlash deb ataladi. Bu ancha keng tarqalgan usul. Bu yerda firma xaridorlarni alohida guruhlarga bo'lib o'tirmaydi. Buning o'rniga u turli hajm yoki paketlar uchun turlicha narx taklif qiladi.
Masalan, bir dona mahsulotni narxi bitta bo'ladi, 10 dona olinsa chegirma beriladi, 100 dona olinsa yanada arzonroq bo'ladi. Yoki kommunal xizmatlarda ham ma'lum hajmgacha bitta tarif, undan ortiq iste'mol bo'lsa, masalan, boshqa tarif bo'lishi mumkin. Mana buni bugungi kunda biz ko'rib turibmiz. Bu modelni mohiyati shundaki, xaridor o'z xarid hajmini orqali o'z talab kuchini o'zi namoyon qiladi. Ya'ni firma bevosita siz qaysi segmentdasiz deb so'ramaydi, balki xaridor tanlagan paket yoki hajm uni qaysi guruhga tegishli ekanligini ko'rsatib turadi. Bu strategiya albatta ulgurji chegirmalar, blok tariflar, internet yoki mobil aloqa paketlari, obuna rejalariga juda ko'p qo'llaniladi. Shu sababli ikkinchi darajali narx diskriminatsiyasi bu real bozor amaliyotida eng qulay ommabop modellardan biri bo'lib hisoblanadi. Mana bu diagrammada ham ko'rishingiz mumkin. Ya'ni qaysi holatlarda qaysi qo'llaniladi. Uchinchi darajali narx diskriminatsiyasi bu eng ko'p kuzatiladigan shakllardan biri bo'lib hisoblanadi. Bu modelda firma iste'molchilarni demak guruhlarga bo'ladi va alohida narx belgilaydi. Talabalar uchun chegirma, pensionerlar uchun biznes klass, ekonom klass o'rtasidagi narx farqi, ichki bozor, tashqi bozor uchun alohida tariflar belgilanadi. Bu yondashuvni nazariy asosi shundan iboratki, turli guruhlarni talab elastikligi har xil bo'ladi. Narxga kamroq sezgir guruhlar uchun yuqoriroq narx belgilanadi. Narxga sezgir guruhlar uchun esa aytaylik pastroq narx qo'llaniladi. Demak, masalan, ish yuzasidan shoshilinch uchayotgan biznes yo'lovchi aviachipta narxiga uncha sezgir bo'lmasligi mumkin, chunki u birdaniga uchayapti. Ammo sayohat maqsadida uchayotgan oddiy iste'molchi narxga ancha sezgir bo'ladi, qaraydi, o'rganadi. Shu sababli kompaniyalar ular uchun turli tariflar joriy qiladi. Bu model ijtimoiy siyosatda ham muhim. Masalan, talabalar yoki pensionerlarga beriladigan imtiyozlar, tariflar nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy adolat nuqtai nazaridan ham muhim bo'lishi bo'ladi. Ya'ni endi biz nazariy modellarni asosiy, ya'ni real bozor amaliyotiga bog'laymiz. Masalan, aytaylik, haqiqiy, ya'ni amaliy narx diskriminatsiyasida korxona hamma uchun ham yagona rasmiy narxni e'lon qilishi mumkin, lekin amalda har bir xaridor turli samarali narx to'laydi. Bu qanday sodir bo'ladi? Masalan, ayrim mijoz kupon, aytaylik, boshqa nima bilan ishlatsa, boshqasi esa bonus yoki cashback bilan, yana biri yetkazib berish uchun qo'shimcha to'lov qiladi, yana boshqasi esa vaqt yoki kanal bo'yicha farqli narxda xarid qiladi. Natijada nominal narx bir xil bo'lsa ham effektiv narx qanaqa bo'lar ekan? Mana turlicha bo'lishi mumkin. Mana bu yerda demak, iste'molchi niga taqdim etilayotgan chegirma yoki bonus, transaksiya bilan bog'liq bo'lgan qo'shimcha to'lovlar va aytaylik logistika yoki vaqt sarfi bilan aytaylik kabi yashirin xarajatlarni o'z ichiga olishi mumkin. Mana bu slaydda siz ko'rib turibsiz. Keling endi biz real shakllarni bittasini ko'rib chiqaylik. Ya'ni birinchi masalan shakl, aytaylik, loyallik dasturlari, masalan bonus ballari, cashback va doimiy mijozlarga maxsus takliflar, bular xaridorni uzoq muddat firmada ushlab turishga xizmat qiladi va bu lock and effect deb ataladi. Keyingisi bu dinamik vaqtli narxlash. Masalan, aviachipta yoki mehmonxona narxlari xarid vaqtiga qarab o'zgaradi. Masalan, erta bron qilish arzonroq, oxirida aytaylik daqiqalarda xarid qilish, bron qilish juda qimmatroq bo'ladi. Buni hammamiz bilamiz. Shuning uchun biron joyga bormoqchi bo'lsak, ertaroq xarid qilamiz, ertaroq mehmonxonalarni
aytaylik bron qilamiz. Keyingisi bu kanalga asoslanganlik diskriminatsiya. Bu yerda onlayn platformadagi narx offlayn do'kondagi narxdan farq qilishi mumkin. Mobil ilova orqali berilgan narx bilan telefon orqali aytilgan narx ham bir xil bo'lmasligi mumkin. Demak, zamonaviy iqtisodiyotda narx diskriminatsiyasi nazariy tushuncha emas, balki u kundalik tijorat amaliyotini juda faol, murakkab qismi bo'lib hisoblanadi. Endi biz bu strategiyani oqibatlariga baho beradigan bo'lsak, narx diskriminatsiyasini ijobiy tomonlari bor. Birinchidan, firma foydasi va rentabligi oshadi. Ikkinchidan, bozor qamrovi kengayadi. Uchinchidan, albatta, ayrim past daromadli qatlamlar ham mahsulot yoki xizmatdan foydalana olish imkoniyatiga ega bo'ladi. To'rtinchidan esa daromad innovatsiyalar va texnologiyalarga yo'naltirilishi mumkin. Lekin salbiy tomonlari ham mavjud bo'lmaydi. Qanday salbiy? Ba'zi hollarda bizlar ayrim xaridorlar guruhiga sun'iy ravishda yuqori narx yuklaymiz. Bu ijtimoiy tengsizlikni kuchaytirishi mumkin. Ba'zan narx belgilash tizimi shaffof bo'lmay qoladi va iste'molchi nima uchun boshqacha narx to'layotganligini tushunmaydi. Shuningdek, ayrim hollarda iste'molchi farovonligini pasayish ehtimoli mavjud bo'ladi. Davlat siyosati bu yerda judayam muhim rol o'ynaydi. Sababi ijtimoiy ahamiyatga ega xizmatlarda, masalan, transport yoki ta'limda ayrim narx differensiatsiyalari rag'batlantirilishi mumkin. Lekin agar bitta firma bozor kuchini suiiste'mol qilayotgan bo'lsa, davlat bunday diskriminatsiyasini cheklashi kerak bo'ladi. Demak, narx diskriminatsiyasiga bir tomonlama yaxshi yoki yomon deb baho berib bo'lmaydi. Uni samarasi bozor sharoiti qo'llanish usuliga bog'liq bo'lib hisoblanadi. Endi biz mavzuyimizni keyingi qismiga o'tamiz. Ya'ni transfer narxi deganda biz nimani tushunamiz? Avvalambor, bu bir korporativ guruh ichidagi bo'linmalar, shu'ba korxonalari yoki bo'lmasam filiallar orasida tovar va xizmat, moliyaviy resurs yoki intellektual mulk almashuvi uchun qo'yiladigan, demak, ichki narx tushuniladi. Bu tashqi bozor narxidan farq qiladi, chunki bu yerda savdo mustaqil korxonalar o'rtasida emas, balki bir guruh tarkibidagi subyektlar o'rtasida amalga oshiriladi. Transport narxlarining ahamiyati judayam katta. Ular orqali kompaniya ichki samaradorlikni boshqaradi, bo'linmalar faoliyatini baholaydi, foydani taqsimlaydi, ayrim hollarda esa soliq yuklamasini optimallashtiradi. Shu sababli transfer narxlarini oddiy buxgalteriya narxi emas, balki strategik boshqaruv instrumenti bo'lib hisoblanadi. Demak, biz transfer narxlarga bozor tuzilmalari nuqtai nazaridan ham qarashimiz mumkin. Mukammal raqobat sharoitida odatda transfer narxini tashqi bozor narxiga tenglashtirish eng maqbul yechim bo'ladi. Bu ichki bo'linmalar faoliyatiga xolis baho berish imkonini beradi. Monopoliya sharoitida esa transfer narxi ichki foydani maqsadli taqsimlash vositasi bo'lishi mumkin. Ya'ni kompaniya ishlab chiqarish zanjirini turli bosqichlari o'rtasida foydani qanday taqsimlanishi narx orqali boshqaradi. Oligopolistik bozorlarda transfer narxlarini yanada strategik ahamiyat kasb etadi. Kompaniya o'z xarajatlari tuzilmasini ma'lum darajada yashirishni yoki raqobatchilarga nisbatan agressiv narx siyosatini yuritishi mumkin. Transmilliy korporatsiyalarda esa transfer narxlarini ko'pincha turli mamlakatlarda soliq tizimlari bilan chambarchas bog'liq bo'ladi. Shu sababli xalqaro amaliyotga arm's length principle, ya'ni qo'l uzunligi tamoyili judayam muhim hisoblanadi. Demak, biz transferlarni nazorat qiladigan bo'lsak, agarda bu yerda transfer narxlari erkin nazoratsiz belgilanadigan bo'lsa, kompaniyalar foydani sun'iy ravishda bir yurisdiksiyadan boshqasiga ko'chirishi mumkin. Bu esa davlat byudjetiga tushadigan soliq tushumlarini kamaytiradi. Shu sababli xalqaro amaliyotda demak,
OECD tavsiyalariga asoslangan qo'l uzunligi tamoyili qo'llaniladi va albatta bu yerda bozor narxiga maksimal darajada mos bo'lishi kerak bo'ladi. Transfer narxlarini belgilash turli usullar orqali qo'llaniladi. Birinchidan, taqqoslanadigan bozor narxi usuli, qayta sotish narxi usuli, cost plus usuli, foydalanishni taqsimlash usuli bo'lib hisoblanadi. Albatta, davlat nazorat mexanizmlari ham bu yerda judayam muhim bo'lib hisoblanadi. Bu yerda aytaylik, maxsus soliq qoidalari, hisobot berish majburiyati, soliq to'liq hujjatlashtirish, soliq auditi va jarimalarni o'z ichiga oladi. Xulosa qiladigan bo'lsak, demak, biz transport narxlari iqtisodiy, demak, iqtisodiy samaradorlik uchun foydali vosita bo'lishi mumkin, lekin ular suiiste'mol qilinsa jiddiy fiskal muammolarni keltirib chiqaradi. Hurmatli talabalar, biz avvalo mana bugungi darsimizda narx diskriminatsiyasi nima ekanligini ko'rdik. Bir xil tovar yoki xizmatni turli xaridorlarga turli narxlarda sotish strategiyasi ekanligini tushundik. Keyin qiymat va narx o'rtasidagi farqni tahlil qildik. Qiymat ko'proq va obyektiv asosga ega bo'lsa, narx bozor omillari ta'siriga shakllanadigan dinamik ko'rsatkich ekanligini bildik. Shundan so'ng biz narx diskriminatsiyasini 3 darajasi, birinchi, ikkinchi, uchinchi daraja modellarini ko'rib chiqdik. Axborot qanchalik mukammal bo'lsa, firma shunchalik deylik nozik va foydali strategiyalarni qo'llashi mumkinligini ko'rdik. Keyingi bosqichda biz real bozordagi mexanizmlar, kuponlar, bonuslar, dinamik narxlash va kanal bo'yicha farqlanishini tahlil qildik. Asosiy xulosa, demak, biz narx belgilash bu faqatgina tijorat qarori emas, balki murakkab iqtisodiy, strategik va institutsional jarayoni ekanligini ko'rib chiqdik. Narx diskriminatsiyasi esa to'g'ri qo'llansa firmani foydasi oshiradi va bozor qamrovini kengaytiradi. Noto'g'ri qo'llasa esa bu adolatsizlik va bozor buzilishlariga olib keladi. Bu haqda bugungi darsimizda biz siz bilan ko'rib chiqdik. Asosiy tushunchalarni albatta ko'rib chiqarsiz. Bu sizga mustaqil topshiriq. Undan tashqari mavzu doirasida bir qancha nazorat savollari berilgan. Bu nazorat savollariga javoblarini Moodle tizimiga joylashishingiz mumkin va keyingi darslarimizda ham muhokama qilishimizga asos bo'ladi. Hurmatli talabalar, shu bilan darsimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun tashakkur.